Ayni damda Yangiyo'l tumanidamiz. Sababi bu yerdagi Obod, Saidota mahallalarida Vazirlar Mahkamasining 516-sonli qarori Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan 7000 dan ortiq insonning ilk marta ichimlik suvi ta'minoti yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari shu ikki hududda 2000 dan ortiq insonning ichimlik suvi ta'minotida sezilarli darajada yaxshilanish bo'ldi. Xo'sh, ushbu yangiliklardan odamlarning kayfiyati qanday? Oh. Qanday ekan? Ya mazali. Mazali. Assalomu alaykum. O'zbekiston xalqi. Men mana shu Yangiyo'l tumani Obod mahalla Musoq ko'chasida yashayman. Necha yillardan beri mana shu kachalkaning suvini ichib kelganmiz. Qum chiqardi, zang suvlar chiqardi. Mana hozir mahallamiz obod bo'lib, ko'chalarimiz chiroyli bo'lib, mana suvlarimiz kelib qoldi. Prezidentimizga rahmat. Men shu mahallada tug'ilib o'sganman. Mana 42 ga to'lgan bo'lsam, shu paytgacha faqat kachalka suvini ichib kelganmiz. Mana endi kran suvini ichadigan bo'ldik bundan buyog'iga. Toza suv kelganiga ming rahmat. Biz ham endi toza suv ichadigan bo'ldik. Niyatimizga yetdik. Yangiyo'l tumani Obod mahallasida 1176 ta xonadon mavjud bo'lib, bunda 5000 dan ortiq aholi istiqomat qiladi. Shu kunga qadar eng bizni qiynab kelgan, og'riqli nuqtamiz bo'lgan, insonlar uchun zarur va zarurat bo'lgan ob hayotdan biz bebahra edik. Ya'ni biz yerdan tortib oladigan suvdan iste'mol qilar edik. Endi esa mana Vazirlar Mahkamasining 516-sonli qaroriga asosan shaxsan prezidentimizning tashabbuslari bilan bizning xonadonlarimizga ham toza ichimlik suvi kirib keldi. Biz mana shunday oliy baxtga, oliy ne'matga ega bo'lishimizda davlatimizning rahbarining juda katta bir tashabbuslari sabab bo'ldi. Biz bugungi kunda mana shunday ko'rsatilayotgan e'tibordan, mana shunday ko'rsatilayotgan amaliy yordamlardan behad minnatdormiz. Saidota mahallamizga, har bir ko'chamizga suv kiritildi. Xalqimiz xursand. Bayramga bizga tuhfa bo'ldi bu. Mustaqillik bayramimiz oldidan katta tuhfa xalqimizga. Buni ortida prezidentimiz turibdi. Xalqimiz prezidentimizdan xursand. Xalq nomidan rahmat.